Son Heung-min Barselonaga o'tadi. Bunga ikkita sabab bor. Birinchisi, MLS o'z nihoyasiga yetdi, ya'ni Amerika chempionati. Son esa bilasiz, yozda jahon chempionatida qatnashadi terma jamoasi bilan. Shuning uchun u yuqori sport formada bo'lish uchun Barselonaga o'tishga qaror qilmoqda. Ikkinchi sabab esa Barselona ham uni safga qo'shib olishga qarshi emas, chunki Rafinha jarohatga moyil bo'lib qoldi. Lewandowski ham ko'p jarohat olyapti. Ularni o'rnini yopish uchun eng yaxshi variantlardan biri esa Son Heung-mindir. Hozir men sizlarga Son Heung-min kelgan taqdirda Barselonada nima o'zgarishlar bo'ladi? Bu Barselonaga qanday foyda beradi? Sizlarga buni tushuntirib beraman. Siz esa Barselonalikmiz kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Demak, bu transfer Barselonaga qanday foyda beradi? Yevropa, Amerika, xususan Angliya futbolini ko'rgan katta figurani hujumda o'ynashini plusi bo'ladi. Bu esa albatta Barselonaning foydasigadir. Ustiga ustak Barselonada hozir jarohatlar epidemiyasi, hujumchi yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Son esa buni yopadi. U ham markazda, ham qanotlarda ideal o'ynab beradi. Bo'lib ham jarohatga moyil bo'lib qolgan Lewandowski va Rafinha o'rniga. Shuningdek, taktik jihatdan ham o'zgarishlar bo'ladi. Qanotlardan keskin kirish, pressingda tajriba, qarshi hujumlarda tezlik. Barselonaning ikki qanoti Yamal va Son dahshatli kuchga aylanishi mumkin. Iqtisodiy tomoniga keladigan bo'lsak, Barselona moliyaviy tomondan zarar ko'rmaydi. Kamroq to'lov qiladi, qisqa muddatli shartnoma, ya'ni ijara bo'ladi. Risk esa minimal bu holatda. Bu transferning zo'r tarafi Barselonaga marketing jihatdan katta foyda bo'ladi. Ya'ni Son Koreyaning eng mashhur sportchisi, Osiyo auditoriyasi, millionlab tomoshabinlar keladi. Forma sotilishi keskin oshiladi. Ya'ni Osiyo homiylari ham bundan kelishi mumkin. Sezyapsizmi, Sonning kelishi qanchalik foyda bo'lyapti Barselonaga? Qisqa qilib aytganda, bu transfer sport jihatdan marketing nuqtai nazaridan taktika bo'yicha Barselonaga katta foyda olib keladi. Xo'sh do'stlar, siz bu transfer bo'yicha qanday fikrlar bildirasiz? Bularni kommentariyada qoldiring.